Ancha charchadim uka. Aytgancha. Pul olib kelgandim aka. Oling. Qabr tayyor bo'ldimi? Bu pulingni olib qo'y uka. Nimaga? Tushunmadim. Chunki yana yangi qablangan qabrim ko'milib ketdi. Tuproq to'lib ketdi. Nima? Hech shunaqasi ham bo'ladimi? Mana bo'lar ekanda. To'g'risini aytsam, unga o'zim ham tushunmay qoldim. Sattor aka, iltimos, bir ilojini qilaylik. Mana, pulni oling, qabrni tayyorlab bering iltimos aka. Ey uka, mayitni yer qabul qilmayapti. Yer ham o'z bag'riga olgisi kelmayapti. Shunchalik ham bu nafsga berilganmidi? Yoki kechirilmas gunoh qilganmidi? Astag'firulloh, astag'firulloh. O'zing kechirgin. Aka, nima bo'lganda ham ko'mishimiz kerak. Iltimos, xo'p deng. Asror, senga maslahatim. Xullas, o'ligini olib ketgin. Aka, mayitni qayerga olib ketaman? Axir kech bo'layapti. Bugundan qoldirmasdan ko'mishimiz kerak aka. Qayerga ko'mamiz, a? Qayerga ko'mamiz? Qayerga? Qabr yo'q. Birorta ham qabr qabul qilmayapti. Nima qilay? Senlar uchun odamni yerga qo'yish osondir. Lekin lahad kavlash qiyin, oson emas. Ertalabdan beri tuproq ichida bo'lib, belim chiqib ketay deyapti. Bunaqasini ko'rmagandim. Aka, endi nima bo'ladi? Bilmadim Asror, bilmadim. Uka, mayitni olib ket. Aka, Sattor aka, iltimos, meni eshiting. Aka, to'xtang. Aka, Sattor aka. Asror. Yo'q demang. Asror, nega meni tushunmayapsan? Meni ham tushungin. Qayerga olib borsang bor. Assalomu alaykum. Assalomu alaykum. Va alaykum assalom. Mahkam ota, endi nima bo'ladi? Yagi ko'lagan joyda ko'rib keldim. Xullas, bo'lmabdi bolam. To'g'risi, shuncha yil go'rkovlik qilib, bunaqasini ko'rmagan edim. Ota, o'zingiz maslahat bering. Bularga tushuntiring. Mana, kerak bo'lsa o'zim ham qarashib boraman. Faqat tezroq yangi joy kovlab, jasadni ko'maylik. Sattor aka, iltimos. Bo'baydi.